Madaniy maishiy sohalarga ham o'z sarmoyalarini kiritmoqdalar. Bu esa tarmoqlarning izchil rivojlanishiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Azim Toshkentimiz kun sayin chiroy ochib, yangidan yangi qad rostlayotgan binolar uning salobatini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Ana shunga monand madaniy maishiy inshootlar barobarida xizmat ko'rsatish shoxobchalari ham kengayib, ularning faoliyatidan aholi mamnun bo'lyapti. Poytaxtimizda Oltin qanot nomi bilan 10 yildan ortiq vaqt mobaynida ishlab kelayotgan korxona ana shu jihatlarni inobatga olgan holda mamlakatimiz bozorida o'z o'rniga ega bo'lgan jamoalar qatoridan munosib o'rin egallagan. Ana shu dalilning o'zi xorij sarmoyasi nafaqat yurtimiz iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishlari, balki madaniy maishiy tarmoqlariga ham jalb etilayotganligini ko'rsatib turibdi. Bu kabi sa'y-harakatlar natijasida sho'ba korxona ta'sischilari tomonidan 650 ming dollarlik investitsiya to'liq o'zlashtirildi va ko'plab ishchi o'rinlari yaratildi. Bu esa o'zaro biznes hamkorlikning yaxshi yo'lga qo'yilganligidan dalolat berib turibdi. Maqsadimiz xalqqa manzur bo'ladigan shunday filiallarni yana ko'paytirishdan iborat. Oltin qanot korxonasi imkoniyatlari ko'lamini yanada kengaytirib, aholining talab va istaklari asosida ish yuritib, marketing xizmatini yaxshilashga harakat qilmoqda. Yaqinda jamoa poytaxtimiz markazidan oqib o'tuvchi Anhor bo'yida yana bir yangi filialni ishga tushirishga muvaffaq bo'ldi. Galdagi vazifa esa to'g'ridan to'g'ri jalb etilayotgan sarmoya miqdorini 1,5 million dollarga yetkazishdir.